Men bitta hovlida ikkita turli jahannamni ko'rdim. Kechasi birining himoyasida o'zimni xavfsiz sezsangiz, tongda ikkinchisining olovida yonib kul bo'lardim. Men o'z qaynotam va qaynog'amning yashirin qurboniga aylandim. Bunga o'zim rozi bo'ldim. Assalomu alaykum azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga inson naqadar tubanlikka tushishi va u yerdan qanday qilib yorug'likka chiqishi haqida so'zlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Ehtimol bu mening eng qora, lekin eng samimiy iqrorimdir. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Odam qachon chinakamiga yolg'iz qoladi? Yonida hech kim yo'q paytidami? Yo'q. Odam eng ko'p olomon ichida yolg'iz bo'ladi. Erim vafot etganda men bor yo'g'i 22 yoshda edim. Hayotim endi boshlangan edi. Lekin taqdir shafqatsiz ekan. Avtohalokat mening butun dunyomni bir soniyada yulib oldi. Men katta, sovuq va huvillab qolgan hovlida erimning oilasi bilan qoldim. Ota-onam erta vafot etgani uchun mening borar joyim yo'q edi. Qaynonam meni uydan haydamadi. Ammo uning har bir nigohi meni ezib tashlardi. Sening o'rningga o'g'lim tirik qolsa bo'lmasmidi, degandek qarardi u. Men bu uyda tirik murdaga aylandim. Qora libos kiydim. Sochlarimni tugib, o'zimni butunlay unutdim. Kunlarim ovqat qilish, hovli supurish va kechalari yig'lash bilan o'tardi. Yuragim muzlab qolgan, qonim tomirlarimda harakat qilishdan to'xtagandek edi. Ammo inson tanasi va ruhi juda g'alati narsa ekan. U doim yashashga, issiqlikka talpinar ekan. Men o'zimdagi ayollik hislarini o'ldirdim deb o'ylagandim. Lekin ular shunchaki chuqur uyquga ketgan ekan. Bahorning ilk kunlari edi. Havo biroz iligan. Men olma daraxti ostida yolg'iz o'tirardim. Qaynotam Usmon aka ishdan qaytdi. U 50 yoshlardan oshgan, juda salobatli, so'zi o'tkir inson edi. U doim menga qattiq qo'l ota kabi muomala qilardi. Lekin o'sha kuni u yonimga keldi. Uning ko'zlarida men avval hech qachon ko'rmagan qandaydir yumshoqlik, qandaydir og'ir dard bor edi. U yonimdagi o'rindiqqa o'tirdi. Biz uzoq vaqt jim qoldik. Faqat shamolning pichirlashi eshitilardi. "Sen juda yoshsan, qizim", dedi u to'satdan. Uning ovozi past va xirillab chiqdi. "Men sening ko'zlaringdagi o'limni ko'rib azoblanyapman. Sen yashashing kerak." Uning bu so'zlari muzlagan yuragimga bir tomchi issiq suvdek tomdi. Men ko'zimga kelgan yoshni yashirish uchun yuzimni o'girdim. Shu payt uning katta, qadoq qo'llari mening yelkamga qo'yildi. Bu oddiy otalik teginish emasdi. Uning kaftidan shunday issiqlik taraldiki, butun vujudim titrab ketdi. Men qotib qoldim. U qo'lini darhol tortib olmadi. Aksincha, barmoqlari bilan yelkamni ohista ezdi. Bu kichik teginish mening ichimdagi o'lik ayolni bir soniyada uyg'otib yubordi. Nafasim qisildi. Men unga qaray olmadim. O'rnimdan turib xonamga qochib kirdim. O'sha tun men uxlay olmadim. Mening badanim yillar davomida mehrga, teginishga qanchalar tashna bo'lganini endi tushunib yetgandim. Lekin bu uyda faqat qaynotam emas, qaynog'am ham bor edi. Sardor. U mendan 2 yosh katta, uylanmagan, erkin va olovli yigit edi. U akasining o'limidan keyin butunlay o'zgarib qolgandi. U doim menga uzoqdan, qandaydir yovvoyi, chaqnab turgan ko'zlari bilan tikilardi. Men uning nigohidan qochardim. Bir kuni kechqurun men oshxonada idish yuvayotgan edim. Hamma uxlab yotardi. Orqamdan shoshqin qadam tovushlari eshitildi. Sardor kirib keldi. U biroz ichgan edi. U to'g'ri yonimga keldi. Oramizdagi masofa juda qisqa edi. Uning yuzidan alkogol va qandaydir o'tkir atir isi kelardi. Men orqaga tisarildim. Lekin u ikki qo'li bilan stolni tirab meni qafasga soldi. "Nega doim mendan qochasan?" dedi u ko'zlarimga tikilib. Uning ovozida ham g'azab, ham chidab bo'lmas ehtiros bor edi. Men javob bera olmadim. Tomog'im qurib qoldi. Uning qo'llari belimga yopishdi. U meni o'ziga qattiq tortdi. "Sen akam bilan o'lmading.
Sen tiriksan. Buni qabul qil, deb pichirladi u. Uning lablari bo'ynimga tegdi. Men qarshilik ko'rsatishim, uni itarib yuborishim kerak edi. Vijdonim shunday deb baqirardi. Lekin vujudim xiyonat qildi. Uning qaynoq nafasi yuzimga urilganda men ko'zlarimni yumdim. Bu olov edi. Meni kuydirib kul qiladigan ehtiros olovi. U meni devorga qattiq taqab uzoq va